Assalomu alaykum. Bugungi videomiz mana shu ko'rib turgan uyimizga lampa qoqish haqida bo'ladi. Lampamiz NDFdan bo'ladi bu safar. Bu uyimizga lampa qanday qoqilishini ham sizlarga bir batafsil ko'rsatib o'tamiz. Noldan. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu uyimiz. Ularga rejasini to'qib, sizlarga batafsil ko'rsatamiz. Bu uyga mana birinchi qiladigan ishimiz mana to'raloq burchakka mana bittadan reja qo'yib olamiz. Bu yerga bitta reja. Bu yerga bitta reja qo'yilgan. Bu yerga bitta reja qo'yilgan. Bu osmona to'g'ri bo'lish uchun ip tortib olganmiz. Mana bu yerda mana qasiga osma tushirib, bu yerdan osma tushirib qoqib ketadi. Bu yiroq ip turgan joyiga gul qoqiladi, 10 kg gul qoqiladi. Ip tortib olganmiz, tekis chiqadi. Bu uyimiz mana NDFga mo'ljallangan. NDFni biz bahorda olib qo'yganimiz uchun arzon olganmiz. Shuning uchun hozirgi kunda NDF narxi 250 ming bo'ladi. Xo'sh, mana hozir osmalarimizni tushirdik. Bunga mana reja qo'yiladi. Reja qo'yiladi. Hozir bunga reja qo'yilib, pastiga 10 kg gul tushadi. Bu yerdan o'tib shunday. Sizlarga aytsam, mana bunday bo'lib reja tushadi, reja ketadi. Bunday bo'lib, mana biroz men prosta qo'lim bandligi uchun hozir kalta reja qo'yib kuzatib endi reja qo'yiladi. Bu anaqasi tiplashni bo'ladi. Bu uyimiz ham orqa tomoni 60 qochib mehrob bo'ladi bu uyimiz. Bu devordan bu anaqagacha o'lchamiz 60 cm mehrob bo'ladi. Ikki tomonni qoqib olib, endi kanalni chiqarib olamiz. Mana hozir kanallarimiz aylanib chiqqan. Pastda aylanib chiqdi mana. Sizlarga aytsam, bu chegadan bu chegagacha 40 cm ajraladi. Bu rekan bu yoqdan bu rejaga 40 cm. Alohida boshqa endi tushadi, alohida. Bu yoqqa oq bo'lsa, misol, bu yoqqa qoraloqdan, jigarrangdan tushadi, aylanib. Chegani qaraganda tushirib olamiz tepadan. Ko'rasizlar. Modalni to'qib qo'yishimiz kerak. Bu yerda mana rejalarimiz to'qilgan, orqa tomon mehrob ekan. Tema bitta chigi tortadi. Osmonlardan tushyapti. Cho'nli rejalarimiz esa 2 turli cho'nli reja ishlatyapmiz. Qalinligi 2, bu yog'i 3 cm turli. Azizlar, rejalarimiz ham qoqildi. Endi qoqishga tayyor. Rejalarimiz. Cho'nli rejalarimiz orasi 32 dan tushdi. Mana bu o'rtadan bu rejamizni o'rtasigacha 32 cm bo'ldi. Har bir orasi. Ma'muriyatimiz 40 cm. Bu chekadan bu chekagacha 40 cm. Bu yerga alohida NDFda boshqacha bu yerga o'rtaga oq tushsa, chekaga jigarrang rangidan tushadi. Video davomida kuzatasiz. Kamerasi ham bo'ladi. Rejalarimiz qoqish ham yo'q tayyor. Azizlar, pastdan ko'rinishi mana. Bu yerga mana shu tarafga qo'yib ketyapmiz. Osonroq bo'ladi. Tepadan endi ustidan tushmaydi keyinchalik. Mana bu yerga shu montajchilarga tayyor qilib simlarni tashlab ketyapmiz. Osonroq ham bo'ladi. Hozir azizlar mana NDF'imizni olib keldik. Buni NDF'imizni
uzunluğu 275 ga, past tomoni 183 bo'ladi. Past tomoni 183, uzunasiga 275 bo'ladi. Mana shuni bir donasi hozirgi kunda 250 260 ming bo'ladi. Mana bu yerda mana jigara rangi ham bor. Bu har xil rangi bor, har xil bo'ladi. Ranglari har xil, lekin puli bir xil, 250 260. Hozir shuni hozir ko'rsatgan uyimizga qo'yamiz. Zaratib ko'rsatamiz sizlarga. O'qishimizga qanday qo'yiladi. Oling bu mashinalarni. Mana. Endi hepimizga mana akamiz mana bunday miqlaydi. Ko'rib turibsizlar mana. F30 da miqlayapti. Miqladim uni. Mana miqladim. Pastdan qaraganda bilinmaydi. Qo'qam davomli qo'qib qo'yamiz. Shartlar to'radi mana akamiz. Bu qo'qishdi. Bu miqimizni kompressorni qo'qmasak, ishimiz sal ko'proq olib ketadi. Qiyinchilik olib ketadi. Kompressor bo'lsa, bir ko'proq kompressor bo'lgan yaxshi buni miqini. Lekin o'zimizni miqlarimizda qoqsa, 30 li miqlarni qoqsa, yarobgasi ko'rinib qoladi ham qiyin bo'lib ketadi qo'lni qoqish. Unda to'g'ri rekalarni olsak, unda qo'yib qoqilib ketaveradi. Endi himiz qirig'i ajradi, mana qizil. Aylantirib ajradi mana. Bu yerga mana birli chaspa gul bor, mana qasiga yumasiga ketadi. Yopishib ketadi. Mo'l chaki bilinmaydi. Bu chekamizga 12 kilo gul tushadi, mana 12 kilo gul. Qo'qamiz sizlarga. 4 metrli bo'ladi. Gullarımızda mana ko'rib chaklarimiz bemalol ustakalamiz, chaklarimiz shilja mana ko'rib turibsizlar. Mana chakimiz mana shilja. Hech qanaqa ulangan joyi bilinmaydi. Mana gulga e'tibor bersanglar, kelib mana chiqyapti. Bu yerga mana birli chaspa qo'qiladi, aylantirib halutkasiga. Avval bu tomon bilan mana bu tomonni qoqib oldik, keyin bu tomonni qo'yamiz. Qoqmasdan oldik. Bu yerga mana 37.7 yarim santimetr unda o'yib qo'yamiz. O'yish sababi gulimiz kirganda kirib qoladi. Gulimiz kirganda bilinmaydi. Chaklari ko'rinmasdan tekis chiqadi. Bilmaganlarga mana bu ham ko'proq qulay usul mana. Bu gulimizni keltiramiz. Gulni keltirib kesamiz. Men provaga sizlarga ko'rsatib qo'ymayman. Ham bu yerda mana shunday. Bu orqa tomonimizda ham boshqa bo'ladi. O'yib qo'yilgan, mana bu ham bu yerga o'xshab o'yib qo'yilgan. Yarim santimetr tezlikda o'yib qo'yilgan. Orqa tomon. Bir hazli
Ko'ryapsizlar. Gullarimiz aylanib gullarimiz qoqildi. Bu tomonimiz bu yerdan bungacha 60 santimetr mehrab bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin mana. Aylantirib mana gulli chashma gullarimiz qoqildi. Buyimizga endefimizdan, oq listimizdan 1,5 ta ketdi. Qizil listimizdan bir dona ponni, bitta bir dona tutun tushdi. Bir donani qiradan burib oldik. Aylanib tushdi. Uçtu. Bu uyimizga rekamiz, cho'rni rekamiz 120 metr reka ketdi. Bu uyimizning uzunligi 4 metrga 3,5. 4 metrga 3,5 bo'ladi. 120 metr cho'rni reka ketdi. Oq listimizdan 1,5 ta ketdi. Meyam chiqdi. Ondan ikkinchisini oshgani mehrobimizga ketdi. Qizil listdan, qizil jiyanan listdan bir dona butun ketdi. Gulimiz ketdi. 20 metr chaspalar aylanib. Bu endefimizni narxi hozirgi kunda 250 ming, 270 ming bo'lyapti. 3 ta ketdi o'sha hisoblaganda. 16 metr 12 lik gul ketdi. Cho'nilaki 120 metr ketdi. Cho'nilakamiz hozirgi kundagi narxi 2700, 2800 har xil bo'ladi. 2500 so'mlari ham bor, arzonlari. Biz 2700, 2800 ni olib qo'ydik. Aylantirib narxi shunaqa bo'ladi. Keyingi videolarimizni keyingi uylarda ham qilamiz, fasonlik qilamiz, boshqa ro'shar bo'ladi. Kuzatamiz.